I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your. Bizning hozirgi guruhlarimiz, kompyuter sotxonligi o'quvchilarimiz yakuniy imtihon topshirishmoqda. Ular 3 oy davomida kompyuter sotxonligi yo'nalishi bo'yicha bilim olishdi. 4-oyda esa Foundation yo'nalishi bo'yicha tahsil olishdi. Ya'ni 4-oyimizda biz o'quvchilarimizga kasbga yo'naltirish uchun front-end, back-end va Python haqida, 3ds Max dasturlari haqida ma'lumotlar berib, ularga yo'nalish va ko'nikmalarni berib o'tdik. Hozirda esa ular o'z bilimlarini sinash maqsadida imtihonlarni topshirishmoqda. Yozgi kanikullarda siz ham sensorika bilan o'z bilimingizni oshiring. Kompyuter sotxonligi va boshqa kurslarimizga tashrif buyuring.